Ulamolar uyquni 4 ga bo'lishadi. Podshohlar uyqusi, shaytonlar uyqusi, mo'minlar uyqusi, boylar uyqusi. Qarang, boylar uyqusi alohida bo'lar ekan, subhanalloh. Boylar chop tomonni bosib yotadi. Ovqat ko'p yeganligi sabab bo'ladi bunga. Endi hozir boy emas, kambag'al ham ko'p yeydigan payt ovqat seroq. Xullas, ovqatni ko'p yeydiganlar uyqusi desak, to'g'riroq bo'lar ekan. Podshohlar chalqamcha yotadi, osmonga qarab. Shaytonlar dum tushib yotadi. Endi musulmon kishi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq o'ng tomonida, o'ng yelkasini bosib yotadi, kaftini yuzini ostiga qo'yib yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisda shunday deydilar. Bu hadis Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan. Iza atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman wa qul Allohumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka. Katta hadis. Rasululloh aytadilar, agar yotadigan joyingga kelsang, bas namozga qilganing kabi tahorat qil. Bu bitta odobi, bitta sunnati. So'ngra o'ng tarafingga yot va shunday degin: Parvardigor, nafsimni senga topshirdim, ishimni senga topshirdim. Katta hadis. Uyquda mana yotishlikda o'qiladigan bir qancha duolar bor, ma'sur duolar. Mana yosh bolalarimizga yodlatamiz, o'zimiz ham yodlab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Toki mana shu yotishligimiz ham sunnatga muvofiq bo'lsin.